أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ummatninki keynida qilib qilishi qaloqligi masalasi haqida so'zlayotgan biz ilgirki darsda Meşhed Rahin növbetdagi ahvolimiz haqida biroz o'ylangan bo'lgan. Endi men bugungi o'qiydigan mazmun mushu ahvolni qanday qilib mush qiyinchiliklarni ko'tarib o'taymiz. Mushu ahvoldan qanday qilib qutula olamiz? Ya'ni biz bir ummat bo'lish, bularni keyinda qilib qolgan bir ummat bo'lish sifatimiz bilan mushu növbetdagi ahvolimizdan qutulish uchun nimalarni qilish kerak haqida bir mavzuga keldik. Bunun ismi Raf'ul Vaqi'a. Abdurnayd addi suallardan bir 10'dan artıq, 16'ga yaqin sual qo'ydi. Qani o'qib o'taylik qarindoshlar. Raf'ul Vaqi'a. Yani növbetdagi ahvolimizni ko'tarish, növbetdagi qiyinchilik yoki növbetdagi qaloqlik, salbiyatlarni ko'tarib o'tish. Bu suallarni o'zingizga avval bir qo'ying deydi. O'tirg'i qo'ying. I'rad degan gap o'tirg'i qo'yish degan gap. Yani bu suallarni avval o'zingizga bir o'tirg'i qo'ying. Va ajib alayha bi saraha va sidq. Va bularga nayt uchuq va rostchilik bilan javob beradi. İnsan o'zidan avval samimiy bir şekilde suallarni qo'yib beqish kerak. Tamam, boshqalarning oldida endi o'yinim deb qolarki, o deb qolarmi, bu deb qolarmi deydigan ahvol bo'lib qolgan taqdirda o'ziga yolg'iz o'tirib oldida bir bölük suallarni so'rab beqish kerak. Normaldan de Abdur maktabning Abdurbek güzel suallarni burunni qo'ydi bizga. Masualni aytib güzel ekan, masuallar. Normal o'zimiz her günlük yüz bergan hodisalardan yoki navbatdagi ahvolimizdan bir uzluksiz bir suallarni o'ziga qo'yib beqish kerak inson uchun. Chiqish yo'lidagi birinchi qadami bu. ثم اعرضها على من تعرف من العاملين والمؤمنين والمتحمسين في المشروع الإسلامي واستعرض إجاباتهم. Ondan keyin siz bu suallarni siz tanıydigan İslam planı, İslam hareketi sahasida xizmat qilayotgan mu'min, ot yurek kishilarga qo'yib beqing. I'rad, ularga o'tirib qo'ying va ularning javobini ko'ring deydi. Wasta'rid ijabatihim. Ularning javobini siz anglang, ko'ring. وحينما ستدرك البون الشاسع بين محاولتنا. Siz şu vaqtda deydi. Şu vaqtda bizning tirishchanliklarimiz bilan biz degani yani biz ixlosman mu'minlar demekçi. Yani ummatni o'rindan turg'izish uchun ish qilayotgan yani o'rindan turg'izish uchun qilib ko'rsatayotgan bir qaloq tirishchanligimiz bilan boshqalarningki ilmiy qoidalar, tadqiqot qoidalariga inchik tarafiga asoslangan ummatni xo'ritish va uni tiz cho'ktirish uchun tirishayotganlarningki qilayotgan ishlarini o'tirida bak zo'r farqlarni qana qila olasiz, ko'ra olasiz. Endi demakchi o'g'ini agar bu savollarga tafsiliy bir qanaqa vaqtda boshdan oxiri javob berib beqib o'ylangan vaqtimizda biz o'zimizni mu'min sanaydigan biz, ummatni qutqizamiz deyotgan biz, Allohning zamindagi mu'min bandlari degan biz, payg'ambarning varisi degan biz bilan musulmonlarni, islom ummatini tiz cho'ktirman, bunun qenini sho'rayman, buni tizlantirman deb harakat qilayotgan bizga dasturdan Xitoyninki qilayotgan ishlarining o'tirida favqulodda zo'r farq. Bir farqni deb qo'yaymi qarindoshlar hozir. Sizlarningcha mushtabda Xitoyninki xizmatchilar uxlamadi. Masalan, askarlar, saqchilar, amonlik saqlovchilar masalan. Bir xatarlik idorasida ishlaydiganlar. Xitoycha talaffuzlansak en chonchida ishlaydiganlar. Uxlamadi. Ammo biz uxlaymiz endi. Men Abdurg'oshna debdi, men mushunga bek echinaman qarindoshlar.
Belki men bilen uzundan tanışılganlar bilishi mumkin. Men şu o'quvchilarga nisbatan masalan, ders yo'llashtirish to'g'ri kelib qolsa, men asosan uzun zamonlardan beri reallikda ders o'rgatgandan boshqa torda ders o'rgatib qolib kunuk. Tor derslerini qanday vaqtga o'rlashtiraman yoki reallikdagi derslarni qanday vaqtga o'rlashtiraman desa, ba'zilar deydi, o'quvchilarga qulaylik yaratib eng bir vaqtlarda deydimdi. Men eng qiyin vaqt o'rlashtiraman. Qiyin vaqt deganim shu uyqu eng qattiq tutilgan. Uyqu eng qattiq tutilgan. Ya'ni bu darsni o'qish uchun o'zining tatliq uyqusidan voz kechadigan. Nima desanglar, esingizda bo'lsin, ma ummatga qo'saqni to'yg'izib deb uyquni uxlab deb bunda uyqu tugaganda qo'saq to'yg'anda xizmat qilib ummatni qutultira olmaydi. Men aniq deb qo'ya qarindoshlar meni. Balkim qaysimiz bu dunyodan burun ketimiz, qaysimiz keyin ketimiz aniq emas, ammo men sizlardan burun ketib, sizlar mendan keyin hayotda qolib qolsanglar ko'rsizlar, ma ummatni anda qo'sqa ochqanda tomoqni yeb, qo'saqni to'yg'izib o'tib, kirib bunda ish yo'q vaqtda o'rtaga chiqib yoki uyqusini ro'z tugatib o'tib, bunda ishi qolmagan vaqtda endi bir ummatning ishni qilma deb soqol bo'rtni silab chiqqan odam ma ummatni qutqara olmaydi. Ma ummatga 24 soatlik vaqtni bergan odam qutqiza oladi. 24 soatlik vaqtini desa balkim ba'zi qarindoshlarimiz ba'zi mubolag'a bo'lib qoldi chunki yo'q, mubolag'a emas. Men ancha-muncha tijorat qilib ba'zi dunyolik kasb bilan shug'ullanib baqqan bir vaqtlarim bor. İnsanın kalasiga bir ish kiyoga vaqtda, uxlagan vaqtim shuni tushaydi. Kechda 5ni yostiqqa qo'ygan vaqtda aytsa sahar qopab qiladigan ishlarning hammani planlab etib uxlaydi. Makallanlini qo'ysin. Hatto tushugimi ba'zi kirib qoladi. Ettigini turadi, boshqa ish qilmaydi, darhallam shu ishga tutish qiladi endi. Demek, mening demoqchi o'g'lim shuki 24 soat degan mushu. Inson 24 soat ish qila olmaydi endi. Ammo ashta o'zining dam olish vaqtlarini o'ylaydigani shu, planlaydigani shu. Uxlaydigan vaqtda shu uxlashni shu amal yo'qini uxlaydi, uyg'onib qopgan hamallam qiladigan ishlarining hammani bir sistemda o'rlashtiradi. Ya'ni 24 soatlik holatdan mushu ummatning xizmatiga atalmoqcha, ma ummatning xizmati anda oson bo'lmaydi qarindoshlar. Men bir narsaday qarindoshlar. Bir narsaday qarindoshlar. Allah'ın bir işe ihtiyacı yok. Allah'ın zimindeki adamların hemmisinin Müslüman okutuşuna ihtiyacı yok. Hemmisi kafir olup gelse, hemmisi iman etmezse Allah'a kılçılık ziyaret etmeydi. Allah bizden fakat nemini kütüvatıdı desenler, üzümüzün ataydıgan bir ruhunu kütüvatıdı. Hem de bir yerde ayal, emeylen boğaçka bazı yapılına deyiş pek münasip emez ama bir misal alsam, bir adamga haqiqiy ko'ygan adam uning uchun dunyoda nemish qanday ish bo'lib qolsa beshiqol odamdi. Ya'ni uning uchun ulug' hisobda. Uning uchun har qanday ishni qilishni ko'z oldiga oladi. Agar bir odam bir odamga ko'yganchak Allohga ko'ysa, Allohga qalbida muhabbat bog'lasa, mencha qarindoshlar bu kichkina hayotida anda soatlab uxlash, saat-saatlab çay içip oturup paranglaşış, saat-saatlab vaqtini boshqa ishlarga o'tkazish asla qilmaydi qarindoshlar. Qat'iy qilmaydi. An ummat ashta bir holatga kelmay turib, unda oson qutlanmaydi. Bir qarindishimiz oxirgi abzasini debdi. Va hinaha shu vaqtda satudrik bilisiz albun shasi'a bak kengir farqni. Nimaning o'tirishdiki bayna muhavalatina bizning tirishchanligimiz bilan va bayna mumarasatil axir boshqalarning qilayotgan ishlarining o'tirishdagi bak zo'r farqni bilasiz. Mana biz deganlar ixlosman mushu ummatni qoptirimiz deydiganga bir oddiy qaloq yo'llar bilan tirishayotganlar. Boshqalar kim o desa ummatni listinzaf ummatni xuritish, ummatni tiz cho'ktirish uchun ilmiy tadqiqot qoidalarining eng inchki tarafiga asoslangan bir shaklda ish qilayotganlar.
mush biz bilan Xitoyning farqi. Boshqa kafirlarni o'qimaymiz-da, biz hamda Yahudlar bilan yashab baqmadik. Xristianlar bilan yashab baqmadik, Xitoy bilan birga yashadik. Bizning ko'rishimiz asosan boshdan oxir Xitoy bilan bo'ldi. Xitoyning bizga qo'llangan taktika, usullari, ko'rsatgan tirishchanliklari masalan. Buning oldida bizning qarshimiz yo'qning hisobida qarindoshlar. Endi avtor bizga o'tirib qo'ygan savollarni bir o'qib o'taylik. Birinchi savol: bir yilda qancha kitob o'qiysiz? Yezbaqni o'qiydigan kitoblarni qarindoshlar. Bo'ldi, yozmanglar. O'zingizga javob beringlar. Bir yilda qancha kitob o'qiyman deb. Ikkinchi savol: siz o'qiydigan kitoblarning turi qaysi? Qaysi tur endi? Ya'ni o'qiydigan kitoblarning turini izohlaydigan bir xayt sizingda qarabligida siyosiy kitoblar, diniy kitoblar, kasbiy kitoblar degandek. Men oldingi qatimliq darsda kitob o'qish haqida bir kichikgina necha minut bir gap qildim. Nokta merkezli çembereksimon shaklda kengayib menish kerak kitob o'qish. İnsan avval o'zining kasbida to'liq yetilish uchun kasbiga oid kitoblarni o'qiydi. Eshib qolgan vaqtida kasbiga munosabatli kitoblarni o'qiydi. Eshib qolgan vaqtida shu doirada kengayib ijtimoiy bu sohada mansub bo'ldi. Endi biz agar mushu darsxonada o'tirganlar o'zimizni ummatni bir ishga da'vat qilamiz deb o'rtaga chiqqan bo'lsak, ummatni yetaklaymiz deb o'rtaga chiqqan bo'lsak, ma ummatni bugungi Xitoyning changalidan qutqizamiz deb o'rtaga chiqqan bo'lsak, mushu qutqizishga munosabatli kitobdan qanchani o'qidik? Ma muhim nuqta. Nav'iyatul kutub mabek muhim nuqta. Ya'ni biz bu to'g'riliq hech nima o'qimay turib, dushmanning kimligini bilmay turib, o'zimizning nima ekanligimizni bilmay turib, qanday qutqizamiz? Quruq gap bilan hech kim qutulmaydi. Mana Allohda bo'lsin. Üçüncüsü, hal taqra fi tarix bi umumihi. Yani siz umumi tarix haqida o'qamsiz. Yani genel Türkçe'de genel deydi o. Bütün umumi tarix ve o'xshamagan insonlarning tajribalaridan xabar topamsiz. Yoki islomiy tarixdan boshqasini o'qimamsiz. Sahobalar tarixi, tabiinlar tarixidan boshqasini o'qimamsiz. Yani men mishada yine munosabatli gap bilan bir gapni qo'yay. Majatdagi fikrim biroz yatroq hamda agar singmay qolib qolsa rad qilsanglar bo'laveradi. Men bu shu sahobalarninki Andikin tabiillarning tarixning yezish metodiga nisbatan biroz nimam bor. Deymiz endi noroziligim bor-ku. Bizning shariatimizda bizga eng muqaddas bo'lgan narsa Qur'on. Undan qolib qolsa Payg'ambar alayhisolamning hadisi. Undan boshqa har odam ma'sum emas. Mana prinsip qo'y. Ma'sum emas kishilarning qatorida sahobalar bor. Buna deganligim sahobalarning darajasidan qat'iy tushayotgan emas. Hatto men buna nuqtani tushunaman-ku. Sahobalarning ichida jannat bilan xo'sh bishorat berilgan sahobalarni bislan qilich ko'tarishib urushgan ahvollar bor. Bilasizmi bu tarixni? Ali radhiyallohu anhu'ningki Muaviya radhiyallohu anhu bilan urushgan tarixi bor. Aisha radhiyallohu anha bilan urushgan tarixi bor. Sizlarningcha mush ishlarning yuz berishida bir hikmat bormi nima? Bu ishlar menga qanday tuyuldi desanglar, menda tuyuldi. Qarasanglar urushgan sahobalar hammasi Rasulullohning keyindan birga 23 yil bo'lgan sahobalar, jannatdan xushxabar berilgan sahobalar. Mana ikki nuqtani ifodalaydi bu ishlar. Birisi insonning hech kimning ma'sum emasligi. Rasulullohdan boshqa hech kim ma'sum emasligi ki bu bizning bundan keyingi hayotimizda Qur'on bizni jiq ogohlantirgan bir ish va Allohni qo'yib qo'yib boshqalarga ibodat qilish ifodasi bilan. Amniyatda hech kim boshqalarga ibodat qilmaydi. Boshqalar bunda dum tushmaslik bunday vaqtda. Mujning gapi to'g'risimi to'g'ri, xatosimi xato. Ya unda ish yo'q. Her insonning Payg'ambar alayhisolamdan boshqa har insonning so'zi to'g'ri bo'lsa, endi xato bo'lsa qo'yiladi. Ya'ni har insonning so'zi tahlil ostiga tushdi. Bu bir. Men sahobalarningki o'tirib bergan ishlardan oladigan tahlil. Yana birisi shu sahobalarning o'tirib bergan shu qonliq janglardan keyin musulmonlarda manda bir diniy tushunch diniy prinsip o'rnaydiki, musulmon ig'ir jinoyatlar bilan kufrga chiqmaydi. Qaranglar, bizga qurol ko'targan ular.
birisi qilich chaqqan. Shundaqdan turib biz yana Ali radhiyallohu anhu deymiz, Muaviye radhiyallohu anhu deymiz, Ayşe radhiyallohu anha deymiz. Yani mening oladigan nuqtam bu. Endi bu gap nereden chiqdi degan vaqtida, sahobalarning tarixi, tabiinlarning tarixi degan vaqtda men shu ko'pincha biz o'qiydiganimiz va arablar yozgan sirat o'qachqa nima uchundir bir xil g'oyiviy shaklda bu siratlarni yozishni toza to'g'ri topmayman-chu. G'oyiviy shaklda siratlarni yozishni to'g'ri topmayman. Siratlarni haddidan ziyoda g'oyiviy yozib o'tish, ya'ni munosib vaqtda tag'im uchiqday sahobalarni favqulodda muqaddaslaydigan darajada bir malaikaday oppoq shaklda yozib o'tish bizning aramizda birsimizga nisbatan da tekbirlik ideyasini keltirib qo'ydi. Nima desanglar, sahobalarning tarixiga qarasanglar shu melekday insonlardi. Tabiinlarning biz o'qiyotgan tarixga qarasanglar melekday insonlar ki etrafimizga qarasa hammasi abga. Shuning bilan o'ngga qarasaqmi, abga, so'lga qarasaqmi abga, am bizda qanday ideya shakllandi desa, atrofimizdagilar xuddi bir musulmon emasligiday yoki haqiqiy musulmon emasligiday. Musulmon doirasida bir amal yo'q yashayotgandagiday bir xil o'zimizni mana yo'qitib qo'yish bir psixikasini yetildirdi ekan. Amaliyotda bir qalg'ul tutsak, sahobaning insonlikqa ma'sum emasligi, nurg'un masalan Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan vaqtda Ali radhiyallohu anhu 6 oy bayat bergan. Masalan, sizlarning bu qanday ahvol masalan? Digil tutsak gapchiq. Shunlashqaliqi miyadamda ma'tur faqat islom tarixini o'qamsiz, sahoba tabiinlarning siratini o'qamsiz degan nuqtadan chiqib qoldi bu gap. Ya'ni sahobalarga bo'lgan hurmatim, sahobalarga bo'lgan chunki Qur'on adolatidan maqtagan sahobalar sahobalarning adolati tashirilmaydi. Bilisizlar usul hadis o'quvlik hammalar. Tabiinlar sahobalarning shogirdi. Sahobalar Qur'onning vahiysining nozilligiga shohid bo'lgan bizning Peygamber Aleyhisselam'ın qapqası ummetinin en yaxshilari. Bununda qat'iy shak yo'q, ama shundaqlikdan turib bularni insonlik doirasidan. Bizlar eg'izimizda bular inson degan bilan kallamizda bir xilliqi bir darajaga ko'tarib o'tadiqchi. Ya'ni ma'sum bo'lmagan bir holatni unutmaslik kerak. Shuningdek sahobalarning siratini o'qiymiz, bizga işlerimiz o'ng'itayotganda bak esqitdi bu sahobalarning arablar yozgan sirati, ama bugungiday vaqtlarda bizda favqulodda bir xil masala chiqirdi-chu. Ondan keyin to'rtinchisi agar men yuqorida degan sahobalarning sirati haqida yoki sahobalarga bo'lgan bir qarash, ularga bo'lgan qarash haqidagi fikrimga qo'shilmasanglar, o'z fikringni qilib qolsanglar bo'laverdi. Esinglar bo'lsin, takror men eskartib qo'yay. Mening sahobalarga bo'lgan hurmatim, ehtiromim har qanday yo'ldan yuqori turadi qarindoshlar. Allohning inoq bo'lsin. Hatto shariatda delil noktasidan, şer'i delil noktasidan hamma bilisizlar belki usul fiqhlik asosiy 4 şer'i delil var. Depaqlar qaysi? Qur'on, hadis, icma, qiyas. Tushundingmi? Asosiy 4 delilning ichida sahobaning so'zi yo'q hatto. Makallanlı inoq olsun. Yani sahabanın sözü hem de biz hazır ortada bunda bre alimlerimiz deyen gapni alımız ya. Yani işkence qilgan noqtasini alamiz, ama shar'iy delil noqtasini hatta sahabaning o'zi delillikmi shu asosiy delillarning ichida yo'q hamdi. O keyingi qo'shimcha far'iy delillarning ichida ba'zi mazhabliklar oladi, bilasizlar. Yani demakchi o'g'limni ifodalayoldim haqcha sizlarga. Chunki adam yomon ansiraydi olib qoldi bugun kunda bir og'iz gap xato tushunildigan bir darajaga berib qoldi ya. Ran hamma o'ylan bir şey bo'lib qoldi. To'rtinchisi Kem kitaben qara'ta havla qadiyatin nahdat. Güllünüş, uyg'unish masalasi haqida qancha kitap o'qidingiz va millatlarni o'zgartish haqida qancha kitap o'qidingiz? Hozir qadar qancha kitap o'qib baqdiq, o'zimiz javob bermek lazım. Beşincisi idora qilish bilimlari, ondan keyin kishilikni, insonlik ma'lumotlari, bilimlari haqida qancha kitap o'qidingiz? Idora qilish masalasi bu intayin bir muhim mesele. Yani biz Müslümanlarda kam bir mesele. Ama Xitoylar mesela bizning men vatandagi vaqtlarda, akana vaqtlarda
Bizning ba'zi tijoratchi, korxonachi tunish bilishlar bor. İşkirg'i kiyib, ba'zi oyliqi 40-50 ming shu vaqtdagi Xitoy pulusini to'lab, idorachilikni o'rganib chiqqanlar ahvollar bor. Bularning hammasi aslida muhim. Nima desam, tashkillash masalasida. Rasulullohning nimishqa do'st dushmanlarning hammasi qoyil desam, shu badaviy insonlarni tashkillab en güzel bir holatga, dunyodagi ilm, qalam sahibi bo'lgan bir holatga akilish oddiy ish emas. Rasulullah'nınki ba'zi tavsiflarida Rasulullah'ның hech kimga hali bir xil bunda tutib qolgan choylarni qaramaydiganligi bir misol. Desam, Madinada her munofiqlar vatdi. Her Yahudilar vatdi masalan. Rasululloh bilibdi munofiqligini. Agar bizga hozir paloni rasmiy munofiq deb uqtirib qo'ya olsa, qarab qolmaymiz ham. Ammo Rasululloh bir ijtimoiy zakovati hamma odamga joyida muomala qilib, aşı bir Medine'ni güzel bir şekilde tutup özünün İslam devletinin asasını eşhede salalagan bir insan emdi. Yani biz bu cihette bir narsa öğrenmek lazım. Bu haqda qancha kitap okudunuz? 6. sual. Kalem, qog'ozni fikringizni izohlash yoki xulosalash uchun yaxshi ishlatalamsiz. Hal tujid istihdam. Yaxshi yani demakchi o'g'ini ko'nglingizdagini yoza olamsiz demakchi. Bu bir muhim nokta. Çünkü insanın ko'nglida o kadar ko'p narsalar var ki ama ifodalamaydi. Bu bir alohidlik. Ama bir narsaday men ifodalamayman. Menda unda iqtidor yo'q emas. Mashqlandirsa insonga o'zi insan Allah shunda yaratgan ki dünyadaki her qanday maxluqning bir alohidlik insan tunji qilgan ishi insanning malaikalarning oldida şu alohidlikini ko'rsatish uchun insonga bergan bir alohidlik o'g'inish. Malaikalarga bunda inson yaratdim debdi, malaikalar bir xil o'g'andak Allohga masalan ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima masalan va nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak deb insonlarga bir xil tön ko'rdimi deyemaymiz. Endi bir so'd ham derhalda Allah malaikalarga insonning alohidligi sifatida ve allama Adem el-esma. Yani ügütüş. Dünyada insandan başka hiç qanday canlılık öğrenmeydi. Her qancha aqlli opsharka ama İngiliz tilini öğretilmaydi, Türk tili, Arap tilini öğretilmaydi. Mesela kompüter öğretilmaydi mesela. Yani demekçi oğlum şu ki asli insan bir narsani meşq qilsa öğreneleydi. Şuna bazı qarindoshlarimiz men yazolmayman. Yo'q. Avval yazib baqsa ishga qur. 3 qir yazib baqsa, 4 qir yazib baqsa, 1 bet yazib baqsa, 2 bet yazib baqsa, aştağılab, ahirda taxı kasbiy yozuv qiladiganda as tirishchanlik masalasi. Yani qılamamsız demekçi yani. 7'incisi hal tujid istihdamul kompüter vel internet. Yani kompüter ve internetni işletelemsiz deydi. Muş kompüterle internet qarindoshlar bugün bunda münasibetsiz bir sahası yok endi. Ama kompüterle internetninki münasibetsiz bir sahası yok. Allah bizga shuncha nimani berdi, iqtisod berdi, kompüter berdi, ama qo'limizga telefon chiqdi, kompüter chiqdi, kino ko'rgili foydalandik. Facebook'a chiqib, xalqni tillig'ili, agar xalqni aytini qilib foydalandik ki özümüzden işlerimizde asasen biz paydalanıp bulamadık. Bu bek muhim nokta. Emniyette tekrarlasam, bugün hayatta kompüter münasibetsiz bir mi saha yok. Kompüter münasibetsiz bir saha yok qarindoshlar. İnternet bunu bulama emde dünya texim özgüreydi. Ben bir bir narsindeyim. 10 yıl ilgili. Ya ki 12-13 yıl değil. 12-13 yıl değil. Biz xabar ko'rsak gazitdan ko'rdik bilasizlar. Aqallisi. Nurg'un ishlarni bunda mexanik shaklda qildik endi. Ama bugungi kun kelgan vaqtda mana mushaqatim virus munosabati bilan balki hammalarni his qildik. Hamma soha o'yinning ichiga kirib ketdi. O'yin ochidimi? Voy oq oldi degan bilan nurg'un ishlar joyida menib turib o'tdi masalan.
Unda əməli qolda qıldığan işlərdə başqa nurgun işlər caydı. Yəni bu nima desəңmi? Bundan keyin 20 yıldan keyin, 15 yıldan keyin təsəvvür qılamaydigan bir halət yaşayatımız var bugün 2020-ci il. Bəlkə 15 yıldan keyin bugün dese işenmeydigan bir halət ortaya çıxış mümkün. Şuna mən bir şeydə muşu gəplə münasibətən bir gəpni dey. Qarindaşlar biz muş dini ilimning yepidin yengilsizcha internetga yo'tkotishimiz kerak qarindoshlar. Ochiq gapni qilay. Yo'tkotishimiz kerak degani internetga kirib bir odam diniy bilimning noldan tortib 100%gacha bo'lgan holatlarni izdislab topoladigan holatga kelishimiz kerak. Qur'onningki yepidin yengilsizcha bütün ma'lumotlarini, bütün ma'lumot arablar, turklar, boshqalar qilib qulaqliq bizning uyg'urcha davatimi men uyg'urlarga nisbatan bütün ma'lumotlarini, bütün tefsirlerini yani internetga çeklemesiz bir şekilde yükletiş gerek yani. Yani muşu vazife göz aldığımızda bağımda. Hazır qığılı iş yok, qığılı iş yok deyimiz. Aldığımızda başta bir vazife var. Çünkü göz aldığımızda 10 yıl, 15 yıl işide başta bir inkılabi özgürlüklerini kürümüz tekima. Çünkü 5G'de bir nes çıktı ya hemen anlayabilirsiniz. 5G'nin düşünen doğansılan çıkınca. 5'in düşünemizler. Ben de sizler gibi zahırçı çöndürsem 5'ini. Bugün Toras anlamında çögülep pırıldap durdu ya. Bazen sizler açılmayı. Tügeydi o işler. Yani internet doğru hazır kadında netçi 10 hesi tizleşip her bir ağan kademlerimizden tatip mesela maşinlerden tatip internetleşiyordu mesela. Yolda gidip atkan maşinlerden tatip. Yani etrafımızdaki her neslige bunda dəxli qılmaydigan, oy tor asid edilməydigan bir halət güydü ki, həmin nəsə internetləşidir. Şu vaxtda da keçikkinimiz bək keçikken bulduğumuz qarindaşlar, əgər məş 5G umumlaşıqlarmı ketib qalsa, məxəx uçub gidiyor. Biz asasən yerdə qalımız qarindaşlar. Şuna bütün nəslini internetqa ötküzütiş, bular Uyğur tildə. Bizdən ayədə qalıb qalğan bir millətimiz var ya. Aşular olsumu neme izlese oradan çıkılan bir haletke ekivetiş. Çoğun bir hizmet var aldığımızda maalesef bu hizmetini kıldığan adam ortada yok bop kavatıda kırındaşlar. Ortada yok bop kavatıda. Andakin keldik neçinci sual? 8. sual. Hel عند إطلاعك على إنجازات الماضي القريب أو البعيد sen yakın yoki yiroq o'tmishning ba'zi bir qo'lga keltirgan natijalarini ko'rgan vaqtingda shuningga hayron qilish bilan kifoyalanamsiz yoki uningdan ibrat va saboqlarni qana olamsiz. Masalan, insonlar demaydi az olsun ko'p olsun masalan aranglarda balki vatanda nurg'un kishilarga diniy jihatda ta'lim berib masalan yetekligerle buluşu mümkün. Nurgun kişilerini, balalarını qarılıqda yetiştirgenlerle buluşu mümkün. Nurgun qıgan bir işlerini oy biz degen palanını qıvatqan deplam şunlarla pəxrəlinib qep qalamdıq ya ki yani kelgüsüge nispeten bir plan mana to'g'ri qilib tikamiz, mana xato qilib tikamiz, shu vaqtda mana qilib qilib tikan degandek bir xil ibrat va saboq bo'lamdi. 9-incisi hal tektefi bi taklidil ahirin fi amalihim ve afkarihim. Sen başqalarga ularning ishlari, fikrlarida taqlid qiliblan bo'ldi qilamsa yoki doimo ijodiyat va taraqqiy qildirish haqida izlanamsa. Masalan, mana shu vaqtda boshqalarning keyindan ma'amsa quyruq bo'lib yoki boshqalarning oldida mana shuni o'ylamasa kallangda demakchi. 10-sual. Kunlarning birida o'zingizning yetakchisi çünkü her adamdan bir ergiştiğen bir adam olurdu. Kim olsun dünyada hiç kim malaykula düşmeyi demez mi? Hem adam ügünüp aldıdaki bir adamga ergişip bir noktaya kilirdi. Açta sizden yetekçinizden karşıda bir gün oturup onundan sizge yolunu delil paketlerin izahlap birişini talep qilib baktınız mı? Mesela nurgun rehberlerimiz var. Rehberlerimizden kaçırken emsi biz sizligiminde planı ya siyasi cihatte ya ilmi cihatte bir ergişmelik bir qanday fikirleri var. Yolunu qandarak sizivatlarda bir qitim surab baktınız mı deydi. Surab baktınız mı yok mu qarindoshlar? 11-incisi siz deydi. Yeni ve cüretlik bir urinishlarga qadam ep baktınız mı?
hal toqdim aqdaman chiqqan yoki ya siz takrorlanishning qulumi deydi. Asirut takrar. Yani ishlar davomli qashta bir tugman bir qiyatdan chiqib bo'lanmagandek mana bir nuqtada cho'gilayotamsiz. 12-si siz munda qo'ylamsiz deydi. Siz munda qo'ylamsizki, ma ummatning yetakchilari navbatdagi mutafakkirlari hamma narsani biladi. Bular her narsada plan var. Çokum qosaqda bir plan var deb o'ylamsiz. 13-si siz shunda o'ylamsizki, bular sizdan reallik va kelgusini sizdan bakroq bilemdi. Yani siz ularga maqsad qilgan nuqtaga yetish uchun agishdan boshqa vazifangiz yo'q, mana shunday o'ylamsiz deydi. 14-si bir adam o'tmishninki yo'qmi hozirninki yoki ko'zlayotgan kelgusining natijalari haqida so'zlab baqdim. Bugun falan ishni qiloqliq deb baqdim. Deb baqinglar bugun Istanbulda nima qilib baqdik? Nima ish qilib utuq qazana oldik bugun o'rtada? Deb baqinglar. Yo'q. 15-si siz bir fikrga markazlashamsiz yoki fikrning digichisimi? Ya'ni siz uchun fikr muhimmi, adam demakchi. 16-si siz ishlarni yüzakiyleştirip addiylashtirib o'tamsiz yoki mubolag'a qilib yo'g'intib o'tamsiz. Mushu his tuyg'u yuqoridagi savolga 16 savolga bir adam obdan qarab tinch o'tirib javob berish kerak. Haqiqiy rasululloh Qur'on bi ijabatika ala hadhihi al-as'ila bu savollarga javob uchuqli bisaraha uchuqli bilan va rasululloh bilan ro'shanlik bilan javob berish orqali siz o'zingizni taniysiz. Tata'arraf ala nafsik ve özünüzün etrafındakilerini tanıysiz. Qanday tefekkür qilasiz, ular qanday tefekkür qiladi bunu bilasiz. Ular sizler qanday qarar alasizlar bunu bilasiz. Ve arka ko'rinishlarning mohiyatini shu vaqtda bilaysizlar yoki tasavvur, nishon, vositanglar qurilgan prinsip asoslarni shu vaqtda bilaysizlar. والآن أمد بإمكانك أن تتوقع النتائج المترتبة. أمد siz ummatninki ne geldik? Ummatni dast turg'izish uchun kirishgan urinishlarimizga ergish qiladigan natijalarni kütələrsiz. Deydi ki, 16 sualga rastçılık bilan cavab verəlirsiniz, biz şu ümmetni orundan dast turg'izish uchun kirishgan tabiiyki urinishlarimizga keladigan mutarattiba natijalarni nimaga qarta urinimiz desa, shu nihoyatda puxta tadqiq qilingan madrusa va yuqori darajada ko'ngil bilish bilan düşmanlarımız tarafından ümmetinin taraqqiyotini to'g'ritish uchun hazırlangan bir ishlaga qarashtirishda ummatni o'rindan dast turg'izish uchun kirishgan tirishchanligimizga ergishib kelgan natijalarni shu vaqt kutalasizki 16 savol javobini topgan vaqtda balkim bizning bugungi tirishchanligimizning natijasini shu vaqtda qanday qilishingiz mumkin, ko'ra olishingiz mumkin deydi. Qanday kelayanda olsa bu reallik, navbatdagi realligimizni o'zgartirish uchun bir boshlang'ich muqaddam oldi. Endi nereden boshlaymiz desa, nuqtatul bad'i, boshlash nuqtasi. نستعرض في هذا المشهد biz bu ko'rinishda ilgirki ko'rinishda ishorat qilib o'tgan qalaqliq holatini ko'rib o'tamiz. ولعل حالة التخلف qalaqliq balkim qalaqliq holati shunday bir holatki buni uzun izohlash yoki u to'g'riliq uzun gap qilishimiz mumkin. ولكننا biroq biz سنتناول أمرا واحدا ذا أهمية قصوى في هذا السياق. biz bu siyaqda bu tartibda nayt zor ehemmiyetga ega bir ishni bu yerda so'zlab o'tamiz. U bo'lsa-mu, ala va huwa degani u bo'lsa-mu bizni qalaqliqqa olib borgan birinchi o'zgarish. Asli qalaq emas shu bizning ummat. Biz qalaq emas asli. 1300 yil atrofida dunyoning oldida mangan bir ummat endi.
qaysi noktadaki özgürüş yoki qaysi qadamdagi özgürüş bizni bu derece qalaqlıqqa bağladı. Muş noktani qanaq ütümüz so'zlab ütümüz deydi. Chunki biz qalaq tug'ilmagandagina qarindoshlar. Ma ummat qalaq bo'lib shakllangan ummat emas. Dunyoning eng oldidagi ummat. Ama bugun qalaq bo'lib qoldik. Bu qalaqlikqa o'zgargan bir o'zgarish bor. Qaysi ishlar tufayli o'zgargan? Mush noktada alohida to'xtalma. Mush bek muhim. Ya'ni bizni bugungi qalaqlikqa nima ibodi buni tahlil qilishimiz kerak. Bizning qalaqlikqa ibbagan cho'ng o'zgarishlarni bu yerda so'zlashimizda, mushu so'zlash yoki bitira tanovul qilishimizda, so'zlab o'tishimizda biz Malik Nabininki nazaridagi 3 dunyo fikrini ko'rib o'tamiz deydi. Qaysi 3 dunyo fikri bu? İnşallah keyingi darsda ko'rishimiz mumkin. Ondan keyin islom shuningga qarshi turish uchun kelgan tafakkur şekillerini ko'rib o'tamiz. Hamda tafakkur degandan keyin musulmon tafakkur qiladi. Musulmon tafakkur qiladi. Qur'on bizni tafakkurga buyuruydi, lekin tafakkur qilishning uslublari o'xshamaydi. Ba'zi noktalarida farq var. Yani cheklangan bir uslublar var masalan. Sonra shundan keyin biz bizning jamiyatimizda yuz bergan ishlarni bir qur qanaq o'timiz, ko'rib o'timiz qarindoshlar. Ve biz yaşayotgan bugunning hozirning mohiyatini bir ko'rib o'timiz. Fikri tarafdagi gullanish iqimida xizmat qilayotganlar yaşayotgan hozirningki mahiyetini ko'rib o'timiz ki bu mahiyet yoki bu taraf navbatdagi voqea reallikninki g'angirashlarini ve ish qilishdagi g'angirashlarni qanday qilgan keltirib chiqargan, afrodini keltirib chiqargan mushu mohiyatlarning hammani qanday o'timiz ko'rib o'timiz qarindoshlar. Ma huwa takhalluf? Takhalluf degan nima? Yani taraqqiy qilayotgan davlatlar masalasiga cho'kkan kishilarning ichidagi tadqiqotchilarning bir bo'lagi. Ma Buldan Namiya degani taraqqiy qilib bo'lgan davlat emas, taraqqiy qilayotgan davlatning gapi. Taraqqiy qilib bo'lgan bilan taraqqiy qilayotganning farqini menimcha bilishda oldindan ayirib o'tamiz bo'ladi. Taraqqiy qilayotgan davlatlar taxminda keyinidagi davlatlar deb qaraladi. Taraqqiy qilib bo'lgan davlatlar o'z davlatining normal altyapısini sep bo'lgan bir normal holat kelib bo'lgan davlatlar. O bir davlatning taraqqiy qilib bo'lishi u davlatning boy kambag'alligish bilan munosabati yo'q. Tabii munosabati yo'q degan butunlay aloqasi emas, ammo navbatdagi ahvolidan da bir davlatning boy kambag'alligi taraqqiy qilib bo'lgan qilmaganligini ifodalamaydi. Masalan, Xitoyni desa bugun taraqqiy qilib bo'lgan emas, taraqqiy qilgan davlat deb qaraladi. Taraqqiy qilib bo'lgan emas, taraqqiy qilayotgan davlat deb qaraladi, lekin dunyoda iqtisodda 3-4 o'rin turadi. Ya'ni masala pul emas, davlatning bir normal davlat altyapısı muhim. Yani taraqqiy qilayotgan davlatlarning masalalariga cho'kadigan kishilarning ichidagi tadqiqotchilarning nurg'unlari qalaqliq ko'rinishini texnika, xolis iqtisod sabablari bilan izohlashga mayli. Ya'ni demakchi o'g'ini ba'zi tadqiqotchilar bir davlatningki taraqqiy qalaqlashib qilish yoki taraqqiy qilganligini o'sha davlatning iqtisod va texnika nuqtasidan bog'laydi hamda. Ya'ni pul olmaganligini taraqqiy qilmadi, texnika olmaganligini taraqqiy qilmadi deblar. Bular o'zlarining tushunchalarida mushu yoki a o'lchamga markazlashirlik. Ya'ni qalaq degandan keyin pul yo'q, texnika yo'q deblar mushu nuqta bilan o'lchaydi hamda. Ve qalaqlikning bütün chigik masalalarining hammasini shu iqtisodiy miqdor gaplar bilan qana qiladi, xulosalaydi. Ya'ni pul, iqtisod deblar. Bular qalaqlikni keynida qilib qilishni ayirish uchun o'xshamagan o'lcham va o'xshamagan dalillarni belgilaydi. Lekin bularning o'lcham va dalillari umumiy suratda, ya'ni miqdor xarakterligini, ya'ni shu bir davlatning pulisining soni o'lchami shunga qarab belgilanib qo'yilgan. Ammo bugungi bilim
bugungi bilim qaloqliq haqida birlik kelgan har qanday bir nazariyani yoritolmaydigini zoti qaysi davlat chekinib qiliqliq qaysi davlat qaloq deganning bir o'lchimini rasmiy o'lchiladigan bir nazariya yo'q deydi. Ya'ni qanday qilsa davlat qaloq degan nuqtada ولم يتمكن من إبراز العوامل الرئيسية ذات العلاقة بمصدر هذه الظاهرة. Bu qaloqliq ko'rinishiningki manbasiga tüp aloqador reis omillarni o'rtaga qo'yishga ega o'rtaga qo'yolmadi. Va yoki qaloqliqning maydonga chiqishiga munosabatli ishlardagi sabablik aloqaga farqni o'rtaga qo'yolmadi. Va huna mana musha kelgan vaqtida biz cho'qim keynida qilish ve qaloqliq ve astı ösüş. En-numu el-mutadanninin hep tön derecelik ösüşün oturduğunu farklandırışımız gerek. Mesela bir sual. Fel-Yunan yani Gretsiya Amerika'dan Vilayet-ül Muttahide'nin hep Amerika degen gap. Amerika'dan yani iqtisadi taraqqiyot seviyesi noktasının keyinde qiliqliq hamdi. Yunan kendi qiliqliq. Amerika oldida Yunan Gretsiya demoqchi, Turkiyancha Gretsiya davlat. Lekin laysa ladayna ala ma yabdu ko'ringan ahvolga qaraganda bizning qashimizda Gretsiyani qaloq davlatlar qatorida tizishga sabab yo'q. Amerikaning keynida, lekin ana rasmiy keyinda qolib qolgan qaloq davlatda tizilgan. Chunki taraqqiy qilib bo'lgan davlat. Namrat deganimiz rasmiy boy davlat emas. Yevropa davlatlarining orasida bugun Turkiyacha iqtisodi yo'q. Lekin Turkiyani taraqqiy qilib bo'lgan davlat degil olmasa, Gretsiyani taraqqiy qilib bo'lgan davlat degildi. Manda bir o'lcham. Ya'ni iqtisod jihati Turkiyaning keyinda bo'lishi mumkin, lekin qaloq bo'lib qolgan mutaxallif davlat emas. Yunan Argentinadan miqdor ölçümüge asasen bek aldı demez. Argentinadan aldı demez. Lekin biz keyinde qilib qolgan yoki taraqqiy qilgan o'lcham ikki o'lchamni e'tiborga qilishimizda bu ikkisining bunda sifat asosidagi deyilgan gap ekanligiga asoslangan vaqtimizda maqulatan kayfiyatan degan gap buni sifatni asos qilib turib deyilgan gap degan nuqtani olgan vaqtimizda biz Argentinani qaloq davlatlar qatoridan tizishga moyil. Qaranglar, mana bu gapga muhim. Argentina bugun Gretsiyadan iqtisod jihatda keyinda emas oldida. Lekin Argentina qaloq davlat tizish to'g'ri kelsa o'yaga tizimiz Gretsiya qaloq davlat emas. Ya'ni taraqqiy qilib bo'lgan nima davlat. Mana bir o'lcham bor o'rtada. Mush nuqtalarni avval tushunish kerak deydi. Elaqa demakchi o'g'in Abdurrahmon nima o desangmi? Voy taraqqiy qilsak qo'tti degan gapni deyishdan ilgari taraqqiy qilish deganning o'lchami zoti nima? Men bilmaylar bir davlatningki taraqqiy qilishi qaysi seviyaga taraqqiy qiladi. Zoti o'lcham nima? Pulmi? Yana bir narsami? Ma'no o'qtin demakchi. Va hakaza mana mushunga o'xshash biz avval qaloqliqning ma'nosini bekitib olishimiz kerak. Qaloqliqning o'lchimini bekitib olishimiz kerak. Ya'ni qaloqliqdan maqsad nima desa, g'arib yetgan nuqtadan qilib qolgan odam qaloqmi yoki boshqami? Agar javob ha bo'lsa, iza kana al-javob bil ijob degani ha bo'lsa, u vaqtida qaysi tarafda biz qaloqlashdik, ya'ni keyinda qilib qoldik. Andan keyin shu savolni takrorlash lozim bo'ladi. Biz nimaga selishtirilib bo'ladi qaloqliq. Mushu qaloqliqni keyinda qilib qilishni belgilash uchun avval biz taraqqiy qilishni bir bekitib olishimiz kerak. Naqum bi tahdid at-taqaddum. Avval taraqqiy qilishni bir bekitishimiz kerak. Ya'ni biz taraqqiyot deb e'tiborga oladigan narsa nima? Bir davlat qanday qilgan vaqtda taraqqiy qilgan bo'ladi? Biz taraqqiy qilish deb e'tiborga oladigan nuqtani bekitgandan keyin yumkinuna an nashra fi muhawala taqrir ana shu vaqtda bir rapor doklad berish muqarrarlashtirishga urinishga bo'ladi. Ya'ni biz mutaakhirinmi yoki mutaakhirin emasmi nima bo'yicha desa avval o'zimizga to'xtatib olgan
avval o'zimizga to'xtatib olgan taraqqiy qilishga qarta bizning ko'z qarashimiz soyasi ostida zodi biz keyinda qoldikmi, keyinda qolmadikmi? Bu nuqtani qana qila olamiz? Muqarrarlashtirishga, bekitishga an urinsak u vaqtda bo'ladi deydi. Tarjimasi biroz qiyinken tekrar qilsanglar mencha qana qila olasizlar. Ve yenbaghi en na'lem biz şunu bilishimiz kerakki qalaqliq ta'sirlari kirishib ketgan sabablardan kelib chiqqan. O bir noktadan emas, har xil noktadan. Bu sebeplerden qatoridan ichki siyosiy mustabidlik ve chetdan sirtdan kelgan kontrol qilib olish, iqtisodiy jihatdagi ojizlik, ijtihod babining ishiklaridan taqib o'tish va ijtihodni ishlatmaslik demakchi o'g'ini tafakkurni uzluksiz yangilash demakchi. Ijtihod degan gapmi shu biz yomon bir konuşmayalım. Bugungi zamandagi shu yangilanib turish, yangilanish tajdid chunki mujtahid ijtihod qildi degan gap. Yangi ishqa yangi hukm chiqadi degan gap. Yani o boshqa gap emas, shu gap shu. Va yamirgan umidsizlik ruhi qatorliqlarning hammasi shu keyinda qilib qilishning nimasi sabablaridan qatoridan. Masalan, bugun ilgari darslarimizda deb ketdik bu nuqtani. Uyg'urning ki agar ichki dunyosini süzüp elib bir lintiga chiqarish mumkin bo'lsa, ko'rib baqsak 80% ümidsizlik ketdik. Eg'izimizda qattiq shu ortalab turgan bilan ko'nglimizning tagida bir ümidsizlik ketgan bir ruh bor bizda. Shu bizni chekindiradigan birinchi omil. Bu yerdagi gapning xulosasi va xulosatul qavl, gapning xulosasi qalaqliq, chekinish degan shuna bir ma'no ki selishtirgan vaqtdan oydinlashadi. Ve müşseliştirişinin sahasını meyli miqdar cihati yoki sifat cihati avval bekitib olish kerak. Ya'ni manchilik nuqtaga selishtiramiz debchi. Bugungi jamiyatlar tuvandagi o'lcham bilan tengilgan liberal namunasi ostida o'lchanadi. Mana bir nuqtaga diqqat qiling, liberal namunasi degani mana dunyoni shu liberalizm tuzumi asosan egallab ketgan bo'lg'achqa kishilarning ong saviyasi tafakkurimi shu xil ideya sanab qoldiki, bu yerning taraqqiy qilishi liberal devletler taraqqiy qilgan saviyaga yetsa taraqqiy qildi, yetmas taraqqiy qilmadi deydigan bir o'lcham shakllanadi. Makallanlarda aniq bo'lsin. Masalan, siyosiy jihatda ma'laqi liberalizmning ahvollarini deb turib davatidi. Siyosiy jihatda demokratiya va inson haqlarininki xalqaro o'lcham sistemi bilan moslashish. Bugun bir davlatni taraqqiy qildi, qilmadi deyish uchun kishilar qanday muomala qildi sanglar shu liberalizmninki xalqaro o'tirib qo'ygan bir demokratiya inson haqlari deydi ya, biz necha kundan beri deb keldik. Mishaga yetsa hamma davlat taraqqiy qildi, yetmasa bu davlat mustabid davlat yoki bu jamiyat qaloq jamiyat deb manda o'lcham qo'ydi siyosiy jihatda. Iqtisodiy jihatda milliy ishlab chiqarish bilan va yakka xarakterlik va hosul xarakterlik iqtisoddan boyliqlardan yaxshi foydalanish sohasiga o'tib ketish ve şahsi kirim sahasiki qanday qilish o'tib ketish bilan o'lchanadi. Odatda bir davlatninki iqtisodini, bir davlatninki fuqarolarininki o'tirish kirimandan her davlatning GDP'lari, bir nimalar bor, o'lchamlari bor. Shu o'lchamlar bilan qanday qiladi o'lchaydi. İjtimoiy jihatda ijtimoiy birikmalarininki o'xshash bo'lish darajasi bilan ve şu ictimai cemiyetteki razılık derecesinden demek çoğunu bir cemiyette bugünkü devlet anda milli devlet olmaydı ama bugünkü ortadaki şekillengen halakalı devletler milli devlet emez belki milli devlet. Milli devlet emez dediğim bir milletin de kitap olan devlet yok ortada ama şu devlet milletiyle şekillengen bir iş var ortada. Mesela değil Amerikalık desem bana Küzanlık şu bir milletlam doğru kıldım Amerikalık deb. Ama Amerika'da 80'lerce yakınma mının anlaşımda millet var. Ama bizim küzümüzde Amerikalık degenden ki biz bir xil görünüdü. Hem ola özüne Amerikan deydi. Anda ben palanı millet pokunu millet demeydi. Mesela bugün Şarkı Türkistanlık desem Şarkı Türkistanlık deydi. Uygur, Kazak, Özbek hemmini şunun içine tıkıp ötüşü mümkün. Demedi ki tecanus nesicil ictimai degeni ictimai birikme. Nesicil birikmenin ki o'xshash bo'lish doirasiga qarab. Masalan, bugun Turkiyada desam, Turkiyada qancha millat bor, qaysini bilasizlar? Men sanasam bir 10 ga yaqinlashamkan deyman Turkiyadagi millatlarni.
Ama Türkiye umumiyüzlük bir insanlık neminde bir Türkiyelik şu an Erdoğan'ın bir iki fuaya tek bayrak, tek devlet deydiğin, tek millet deydiğin, tek millet degeni böyle qanaqtır Türk milleti, Arap milleti, Kürt milleti, Laz milleti demek emas. Hemmesi bir şekillendiğin bir Türkiyelik millet yani. Muşu millet ne şekillendirilse am bu taraqqiy qilgan bo'ladi deydi. Mesela Xitoy bu jihatda mustabid guyla mesela dünyadaki başka devletlerge nispeten biraz tutuq qazanıqlıq. Mesela faqat bizga kelganda qilanmadi o shuni. 56 millet deydi ya Xitoy. Hammalar bilasizlar. İçkir ki paqallı var aranglarda. İçkir kirsanlar 56 milletin şu Uygur, Kazak, Kırgız uçurap kalsa, hemen başka milletken deyimiz, bo'lmasa qolgan milletlerinin asasen uçurtulmaydı içkirde. Yani Xitoy aşağıda utuq qazanıp boldu ki hemmini xanzo qilib boldu. Burunqi zamandaki Uzunçaç, Öymeçaç öyle kimdi onun ismi? Hüküm süratqanı bir millet var ya uzun zaman hüküm sürgen Mancu ha. Mancu da mesela akallisi Mancu. Öyle bakınla növbeti Mancu degan gap yo'q ortada şu. Men anlagan bir ma'lumotdan to'g'rimi xatomi uqmayman. 5000 Mancu qoldi deydi. Bütün Xitoyni bosh qo'ygan. Necha yillab bosh qo'ygan bir imperiya o'g'li az qolgan. Bir millet bir ortada yo'q. Qanaq bo'ldi sen meni Xanzu milleti demeyi de Xitayım için. Cunhua milleti deb atab, Cunhua milletleri deb matalıqını koyaplam, hem milletlerin içine tıkıp birleştirip oturdu. Bu alaka Arapça öğrensek bizdeki bizler ümmetçilik ölçü hazır. Ümmet dep olgandakilar ümmet degan amallar adı bir xil yatop qalımız başqalarından aldı da. Ama Xitay aş jihatda qana qildi, utuq qazandı. Xitay aş jihatda xil utuq qazandı üçün. Manda milli demek için nesil ictimai günü. Bir devlet üzünün devlet tevellik içindeki milletlerine kançlık yuğra alırsa, kançlık tekşi bir şekilde aş cemiyetke sığdırılırsa şu terakki kılganının nemesi ifadesi degen şekilde ölçümü var ictimai cihette. Sanat cihette yasaş iktidarı ma bugün puloganga ötmeydi kırındaşlar. Pulvanı köz gilmaydı dünyada. Pul muhim bir devletke nispeten lekin yasayanmasan pul eğer niptin kip qalgan pul olup qalsa dadangdan kip qalgan pul olup qalsa kuchga emas yani. Bugün qanday pul bek muhim dese yasap tapqan pul eng muhim. Sanoat jihatda mao taraqqiy qilganlikning ifodasi. Şu davamlıq devletler nima bilan pul atıdı desanglar özünün yasıya alğanlıq bilan. Xabarlarga qarasam Türkiye bugün her bir sküllerimizin 80%'ni özümüz yasavatımız deb to'xtamay shundan gapini qiladi. Qaysi davlat yassa, bir narsa ishlab chiqarsa, u mutlaqo taraqqiy qilganligini. Sanoat jihatda bu bir o'lcham. Va shunga munosabatlik texnika keng ma'nosida masalan tadqiq qilish, yasash, istihdom degandek. Ya'ni qarindoshlar, işte bir necha nuqtadan bugun dunyoda bo'layotgan ish bormi u? Biz bir o'lcham qo'ygan narsa emas. Dunyodagi bo'layotgan ish siyosiy jihatda bir taraqqiy qilganlikning o'lchami bor. Iqtisodiy jihatda bir taraqqiy qilganlikning o'lchami bor. İctimai jihatda taraqqiy qilganlikning o'lchami bor. Sanoat jihatda taraqqiy o'lchami bor. Shu o'lcham bekitilib bo'lgandan keyin biz taraqqiy qilamiz desak, shu bekitilgan o'lchamga qarab turib qana qilgan gap, ma'nodigan gap qarindoshlar, boshqa ish yo'q. Gülleniş hareketi tema karakterlik ölçümlerin bekitişte meseleni kesişi gerek. Elata en tahsim emraha degan gap anda leylab qolgan şekilde emas, iniq bekitib, qo'ziq qilib, mexlab o'tish kerak. Avval. Va o'zining hareketini mushu o'lcham bo'yicha qurish kerakki, har qanday bir millat, masalan biz o'rtaga chiqili deyli bir millatni qutuldirg'ili. Avval kallimizda bu milletni ilmi jihatda qaysi nuqtaga opiramiz? Iqtisodiy jihatda qaysi nuqtaga opiramiz? Siyosiy jihatda qaysi nuqtaga opiramiz? Va bizning shu yerga bog'chi bo'lgan orliqdagi musobimiz nimalardan iborat deb bir nishonni bekitib olib, shu nishonga yetsak biz taraqqiy qilgan bo'ladigan bir shaklda millatni qaloqlikdan qana qilish kerak, qutqizish kerak qarindoshlar. Bo'lmasa qarg'ularchi qilingan harakatlar ko'pinchisi nima chiqadi? Neticesiz chiqadi. Bugün vaqtni xili bir yerga bordi. Mushunchlik bo'ldi qillayapti, achchig'imiz g'ayurli. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.